Manzara nima deyapti? Vid qaranglar ko'rinishini. Odamlar cho'milishni boshlagan. Bu yoqlarda o'zi zabrat qilib shashliklar, tayyorgarliklar. Bugun juma. Dam olish kuni boshlandi deb maza qilib o'tirish. Buni bu yog'i polni boshqa plashatkalar. Bunaqa palatka qilib qo'ygan bu yog'i cho'miladigan joylar. Hamma mana shunaqa shashlik, pashlik, oilaviy. Mazada oilaviy bo'lsa, bola chaqang bilan kelib, dam olib, o'tirib. Naryoqlarda kemalar bor. Hamma nimalar zaynadi. Bu yerda seniki, meniki yo'q. Kim ana qilsa vohli kelib narsalarni qo'yib o'tiraveradi. Bunaqa arasa ko'p mana, ba'zi arasa avjiga chiqibdi o'zi ham. Oho, odam ko'pligini. Kamerada ko'ryaptimi, bilmayman. Lekin katta komanda, katta kompaniya yig'ilgan nima ekan hozir bu yerda. Anchalar. Odam ko'p.